Aynan ushbu qo'limda turgan smartfon va albatta bugungi chiqadigan kontentimiz asosan hamyonbop va sifatli smartfon qidirayotganlar uchun bo'ladi albatta. Salom salom, sizlar bilan yana A'lo va aynan bugun ana shu YouTube orqali sizlar bilan ko'rishib turganimdan g'oyatda xursandman va sizlar bilan yana bugun kontentlarimizni davom ettiramiz. Albatta bugungi kontentimiz hamyonbop va sifatli smartfon qidirayotganlar uchun ayni muddao bo'ladi. Va bugun Xiaomi'ning yangi modeli, kechagina chiqqan yangi super qahramoni, ya'ni bugungi chiqaradigan obzorimizni asosiy qahramonlaridan bo'lgan Redmi'ning aynan bugun mana shu qo'limga kelib tushgan Note 15 seriyasini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. O'zi bu smartfon xarid qilishga arziydimi, narxlari qancha va qayerlardan topish mumkin? Aynan mana shu savollarga sizlar bilan albatta javob topamiz. Tayyor bo'lsangiz, qani biz keldik. Deb o'ylab qarasam do'stlar, videolarimizni ko'rasizlar, lekin podpiska ham yo'q, like ham yo'q. Iltimos, iloji bo'lsa bizga qo'llab-quvvatlash uchun shundoq podpiskani bosib qo'ying pastdagi, iloji bo'lsa videoga ham bitta like bosib qo'ying. Unda biz boshlaymiz. Demak, qo'limda Redmi Note 15 smartfoni va hozir uni unboxing qilamiz. Korobka komplektida nimalar bor, tanishib chiqamiz. Ketdik. Xo'p, qutini ochganimizda birinchi o'rinda smartfonimiz ichidan mana shunaqa narsa chiqadi. Bu nima deyotganlar uchun hozir ochamiz, nima borligini ko'ramiz. Xo'p, doimidek smartfondan foydalanish bo'yicha o'sha hamma smartfonda bor kabi yo'riqnomalar va o'zi mana shunaqa chexol bo'lishi kerak. Ana shunaqa neobishni bo'lgan, juda ham mustahkam, chiroyli, takoy bo'lgan chexoli chiqadi. Va korobkasida biz telefonni ko'rishimiz mumkin. Telefonni keyin ko'rib chiqamiz. Yana nima bor deganlar uchun telefonni ichidan 33 voltlik supercharge texnologiyasini qo'llab-quvvatlovchi maxsus o'zini original adapteri va biz bu yoqda uni USB Type-C bo'lishi kerak. Albatta Type-C kabelini ko'rishimiz mumkin. Korobka komplektida hozircha shular. Endi esa smartfonimiz bilan tanishishni boshlaymiz. Dizaynni sizlarga ham yaqinroq ko'rsataman. Anaqa chiroyli yarqirashini qarang buni. Zo'ra. Xo'p, demak smartfonni hozir yoqamiz. Uni ichki xarakteristikalari, kamerasi, ishlash tezligi, ovoz dinamikalarini kuchi va narxlari bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Birinchi o'rinda smartfonni displeyi, ekrani va uni IP kuchi, ya'ni IP himoyasi bilan tanishtirishdan boshlayman. Do'stlar, mana shunaqa neobishning dizayndagi Redmi Note 15 smartfonimizni ekranni obzor qilishni boshlaymiz. Va meni hayron qoldirgan narsasi mana shu ekranni ko'ryapsizlar, mana bu chetda ancha avvalniylashgan, ya'ni bukilgan. Ya'ni bu bukilgan deyiladi. Buni tashqari ishlashini qarang. Wow, gap bo'lishi mumkin emas. Smartfonimiz ekrani 120 Hz yangilanish tezligida ishlaydi va bundan tashqari smartfon ekrani dyumi 600/77 dyum Full HD Plus AMOLED ekran bilan jihozlangan. Ya'ni bu degani smartfonda bemalol o'yinlar o'ynashingiz yoki-da smartfonda bemalol siz kinolarni tomosha qilib va boshqa maqsadlarda smartfondan foydalanishingiz mumkin. Ko'ryapsizmi, qanchalik darajada tez ochishini, buni ishlashini qarang. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi smartfonni batareya jihatlarini ham ko'rib chiqamiz. Ekranni ko'rib chiqdik. Endi bir joyini aytib o'taman. Aniq hayron qolasiz, chunki men ham hayron qoldim. To'g'ri, hayron qoladigan darajada emas, lekin bunaqa sifatli smartfon uchun 6000 mAh batareya kuchi bu gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r degani. Ya'ni smartfon 6000 mAh katta batareyaga ega va aynan korobkasida chiqqan o'sha 33 voltlik supercharge texnologiyasini qo'llab-quvvatlovchi adapter yordamida buni tezda zaryadini 100% qilishingiz mumkin va ana shu bir marta zaryadlash orqali siz smartfondan maksimal 2-3 kungacha bemalol foydalanishingiz mumkin. Ya'ni 1-2 kunga agar yaxshi ishlatadigan bo'lsangiz, bu smartfon bemalol 3 kungacha sizni beminat xizmatingizni qila oladi. Ya'ni bir marta zaryadlash orqali. Batareya jihatda hozircha shular va o'sha aytib o'tganimdek smartfonimiz albatta Type-C zaryadlik bilan zaryadlanadi. Tayyor. Xo'p, smartfonimizni tashqi va ichki himoyasini ko'rib chiqamiz. Demak, smartfonimiz IP64, ya'ni hamma smartfonda bo'lgani kabi IP himoyasi bilan jihozlangan, ya'ni IP ning 64 himoya sertifikatiga ega. Ya'ni bu degani smartfon bemalol yomg'irga va suv sepuvchanlik va suvdan yaxshigina mustahkam himoyaga ega. Ya'ni suv tegsa ham hech narsa qilmaydi degani bu. Va bundan tashqari smartfonimiz protsessori haqida gaplashadigan bo'lsak, smartfonimiz aynan qo'limda turgan Redmi Note 15 smartfoni Mediatek Helio G100 Ultra protsessoriga ega. Ya'ni bu degani juda ham kuchli protsessorlardan biri do'stlar.
Tavsiya qilaman. Albatta, smartfonning asosiy jihatlaridan uning kamerasi, ya'ni Redmi Note 15 o'zi kamera sifati qanaqa, stabilizatsiya qanaqa ishlaydi va kamera pikseli qanaqa, megapiksel necha deganlar uchun mana shu video kontentimiz aynan mana shu joyi o'sha kamera jihatini kutayotganlar uchun. Mana bitta ko'rgan bo'lsangiz, katta qilib 108 megapiksel deb yozib qo'ygan sun'iy intellektdan iborat kamera. Ya'ni smartfonni orqa kamerasi 108 megapikselni qo'llab-quvvatlaydi bemalol. Bu degani sifatli kadrlarni olishingiz mumkin. Aynan hozir sizga aynan shu smartfonning orqa kamerasi yordamida olingan bitta video va bir necha rasm kadrlarni sizga taqdim etamiz. Va smartfonimizning oldi, ya'ni frontal kamerasi 20 megapikseldan tashkil topgan, ya'ni video qo'ng'iroqlar, video konferensiyalar va selfilar uchun juda ham ayni muddao. O'zingiz uchun yozib qoldiring, ushbu smartfonimizning kamerasi sizni qoniqtira oldimi yoki yo'q. Aynan smartfonimiz kamerasiga 1 dan to 5 gacha bo'lgan bahoda, izohlarda kamera deb turib, oldiga qanaqadir o'zingiz bergan bahosini aynan hozir yozib qoldiring. Yana bir smartfonni hayratlanarli, ya'ni o'ziga tortadigan tomonlardan bittasi uning RAM xotirasi, ya'ni RAM-i, smartfon xotirasining RAM qismi 8 GB va uni mana ko'rishingiz mumkin 8+4 GB RAM deb yozib qo'ygan va uni sun'iy ravishda, ya'ni 4 GB ga общий qilib aytganda 12 GB ga siz buni oshirishingiz mumkin. Bu degani juda ham zo'r, ya'ni o'zimiz tilda aytganda chotki ishlaydigan telefon desak ham bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Xotira variantlari esa 6 ga 128, 8 ga 256, 8 ga 512 kabi bir qancha xotira variantlarini ham topishingiz mumkin. Smartfonimizning operatsion tizimi Android 15 asosida ishlaydi, ya'ni u degani, ya'ni bu smartfonda o'sha Redmi'larda bo'lgani kabi, zamonaviy Redmi'larda bo'lgani kabi Xiaomi Hyper OS funksiyasi bilan, ya'ni optimizatsiyalangan. Va bundan tashqari yana nima? Ya'ni smartfonimizda qo'shimcha jihatlari NFC ni qo'llab-quvvatlaydi smartfonimiz. Bundan tashqari Bluetooth 5.1 da ishlaydi, Wi-Fi va boshqa barcha funksiyalarni foydalanishingiz mumkin. Va yana tezkor ulashuv ham aynan bu smartfonda bemalol siz foydalana olasiz. Ovoz karnelari esa stereo dinamika va Dolby Atmos ni qo'llab-quvvatlaydi, ya'ni o'sha bilan jihozlangan. Dolby Atmos nima degani? Bu smartfonni ovozini sifatli va tiniq va balandroq chiqishini demak sizga taqdim etadigan funksiya. Hozir birorta YouTube orqali birorta musiqani sizga qo'yib eshittirib ko'ramiz. Demak, o'sha trendda bo'lgan mana shu qo'shini qo'yganimizda hozir birinchi o'rinda smartfonni ham ovozini eshitamiz, qanchalik darajada sifatli chiqishini va uni ekran sifatini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, hozir men aynan mikrofonda gapirayotganim sababli ovozi biroz past chiqishi mumkin, ammo smartfonning ovozini ko'rishingiz mumkin. Mana bunda bo'ladi-da, bu yog'i 100 ga chiqib turib, bu yog'i sekin maksimal 300% gacha balandlashtirish mumkin. Ya'ni barcha Redmi'larda 100 bo'ladigan bo'lsa, bunda 300, ya'ni maksimal 100 ga chiqqanda, undan-da maksimal, ya'ni 100 o'rtacha bo'lsa, maksimal 300% gacha chiqadi. Xullas, smartfonga men o'zim shaxsan 10 balli shkalada bugun aynan bu smartfonni ochib ko'rib, 10 dan 10 emas, albatta 10 dan 8 ili 9 bahosini berdim men shaxsan buni ko'rib. Hali hamma jihatlarni ko'rib chiqmadim, foydalanib ko'rmadim. Masalan, PUBG da necha FPS ni qo'llab-quvvatlaydi, u jihatlarni hali ishlatib ko'rmadim. PUBG torti boshqa qilib. Mana shu jihatlarni ko'rganim yo'q hali, shuning uchun 10 dan men bunga bugun 8 ball bera oldim. Va bugun biz aynan smartfonning Redmi Note 15 o'zi bir qancha seriyalarda chiqqan, ya'ni bir qancha modellarda chiqqan, ya'ni Redmi Note 15 seriyasining bu oddiy 4G modeli, bundan tashqari 5G modeli bor, Pro va Pro Plus modellari bor. Albatta ularni ham kun ora sizga YouTube kontentlarimizda taqdim etib boramiz. Albatta ularni ko'rish uchun shunday podpisatsiyani bosib qo'ying.
Xulosa qilib aytganda, ushbu Redmi Note 15 seriyasining aynan 4G modeli, qo'limda turgan 4G modeli 6000 mAh katta batareyaga, 108 megapiksel asosiy kamera, sun'iy intellekt bilan jihozlangan. Bundan tashqari IP64 va asosiy jihatlarni aytib o'tdim va boshqalarini undan oldin aytib o'tdim. Aynan mana shu jihatlari bilan xarid qilishga menimcha arziydi. Ya'ni bu smartfon kimlar uchun o'zi hamyonbop smartfon qidirayotganlar uchun, chunki smartfon narxi o'rtacha hamyonbop qilib belgilangan. Agar smartfon narxi sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, hoziroq alo.uz saytiga o'ting yoki mana shu ekranda ko'rsatilgan alo.uz sayti yoki 78 122 0800 raqami, ya'ni aloga qo'ng'iroq qilib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari biz faqatgina onlayn ishlamaymiz, ya'ni onlayn emas bizda. Biz do'konlarimiz bor o'zimizni, demak, respublika bo'yicha jami 14 15 ta filiallarimizga egamiz. Agar siz biladigan bo'lsangiz, avvalgi nomdagi Evan, yangi nomdagi Alo do'koni borib, istalgan turdagi 1000 dan ortiq mahsulotlarimiz va boshqa turdagi zamonaviy smartfonlar bilan tanishishingiz ham mumkin. Bizda aynan Redmi Note 15 seriyasining 4G versiyasi bo'yicha, 4G modeli bo'yicha aynan hozircha mana shular. Do'stlar, ya'ni Redmi Note 15 seriyasining 4G modeli haqida qo'limdan kelgancha ma'lumotlarni to'pladim va ularni sizga taqdim etdim. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'ying. Yoqmagan bo'lsa ham, shuncha ko'rganingiz uchun unda ham bitta like ni bosib qo'ying. Va aynan bir necha kunlardan so'ng Redmi Note 15 seriyasining 5G va Pro Plus modellarini, kontentlarini taqdim etamiz, obzorlarini. Shuning uchun kanalimizga albatta ushbu videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'ying va bizning mana shu yerdagi Instagram sahifamizga ham obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin, chunki asosiy kontentlarimiz bizni Instagram profilimizda chiqadi va yuritib boramiz. Sizlarga rahmat shu yergacha videoni ko'rganingiz uchun. Agar videoni to oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, izohlarda 15 deb yozib qoldiring va mana shu orqali bizni qilayotgan mehnatimiz qanchalik sizlarga yetib borib turganini bilishimiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Biz kontentlarimizda ko'rishguncha do'stlar, salomat bo'linglar.